tushda tishlarni ko'rish. Ibn Sirin nima deydi? Ibn Sirin tishlar erkaklarning uydagi ahli baytidir. Yuqori tishlar oiladagi erkaklardir. Pastdagi tishlar oiladagi ayollardir. So'yloq tishlar nabun uyning sayyididir. O'ng tomondagi ikkita lik tish ota, chap tarafdagi esa amakisidir. Agar ular bo'lmasa ikki aka yo uka yoki ikki o'g'ildir. Agar ular ham bo'lmasa shafqatli ikki do'stdir. To'rttali tishlar amakisining o'g'lidir. Inson kulganida ko'rinadigan tishlar tog'alar va xolalardir. Yoki ularning o'rnini bosa oladigan qarindoshlardir. Ikki tomonning orqasidagi 4 yoki 5 ta oziq tishdan murod bobolar va kichik bolalardir. Uning o'ng tomonidagi pastki 2 tishidan murod onadir. Chapdagi esa ammadir. Agar ular bo'lmasa ikki opasi, ikki qizi yoki ularning o'rnini bosuvchilardir. Kulganida ko'rinadigan pastki tishlar tog'alar va xolalarning qizlaridir. Tushda ba'zi tishlarning qimirlashi kasal odamlarga dalil bo'lsa, uning tushib ketishi vafot etishiga dalil bo'ladi. Allohu alam. Qaysi tishni tushida yutib yuborsa, mazkur tishdan murod kim bo'lsa, o'sha odamga balo kelishi mumkin. Alloh asrasin. Tushda tishlarni bir-biriga urushtirmog'i ahli bayti orasida tortishuvga dalil bo'ladi. Tishlari oppoq, uzun va chiroyli bo'lsa, quvvat ahli bayt uchun mol va ulug'lik belgisidir. Agar tushida ikkitalik tishga o'xshash tishlar o'sib chiqsa, oilasida ko'payish bo'ladi, ya'ni farzandlar tug'iladi, deyapti. Agar tishlarni sindirib, kesib yuborayotgan holda o'zini ko'rsa, qarindoshlikni uzishga yoki majburan molni ularga infoq qilishga dalolat qiladi. Bunday odamlardan ehtiyot bo'ling. Agar tishlarni tili bilan tupurayotgan holda ko'rsa, gapi bilan ahli baytining ishlari fasod bo'ladi. Tushda go'yo tishlari oltindan bo'lsa, bas agar ahli ilmlardan bo'lsa, tushi yaxshi, aksincha undan aksi bo'ladigan bo'lsa, tushi maqtaladigan tush emas, deyapti. Chunki u ilm va uning ahllaridan boshqa narsada bo'lsa, u moldagi ziyondir. Agar oldi tishlari tushib, o'rniga boshqa tishlar o'sib chiqqanini ko'rsa, ishlari va tadbirlari o'zgaradi. Aytilishicha, kim yuqori tishlari qo'liga tushib ketayotganini ko'rsa, unga keladigan mol va davlat hujrasiga tushganini ko'rsa, o'g'il farzand bo'ladi. Barchamizga ko'rgan tushlarimiz xayrli bo'lsin. Telegram botlarimizga savollaringizni yuboring, kanalimizga a'zo bo'ling va yaqinlarga ulashing, like bosing. Bu siz bosgan layklarimiz video tasvirlarimizni yanada ommalashishiga yordam bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.